Nuriddin, men pulni olasan-da, bir bechorani topib hadya qilasan. Va chiroyli qilib gapirtirib videoga olasan, uni ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz. Raqiblarimiz bilsin, biz hadya qilayotganimizni. Qolgan ishlarni men ko'raveraman. Asli aka. Assalomu alaykum. Yaxshi, charchamasdan ahvol yaxshimi? Dastlab aka gap bundoq. Ozgina ehsonimiz bor edi aka. Shuni olib qo'yasiz. Bu pul ko'p-ku, kimdan o'zi bu? Asli aka qo'yaversangiz-chi. Faqat bitta iltimosim bor. Shuni videoga olamiz. Ehson qilayotganimiz, maylimi? Xafa bo'lmasingiz aka. Topgan tukkanlaringga Xudoyim baraka bersin. Rahmat aka sizga. Sog' bo'ling. Nima bo'ldi Nuriddinboy? Ish bitdimi? Mahallada bir qiynalgan oila bor edi. O'shanga berib keldim. Yana kim ko'rdi bu videoni? Nima ko'rsatyapti? Tushlaymi? Mas'ulni bilasan-a buni? Ha, nima bo'ldi? Mashinani haydab ketdik. Ey, Mashina. Bo'lsan qilmoqsin bola. Hozir ukajonim sen Bolalikdan birga o'ynagan akam, o'yinchoqlarga siylagan akam, mehr oqibatli bo'linglar aka-ukalar bir-birimizga. o'ylagan akam. Haling so'ralmadim, yoshim to'kaman, nega asralmadim, iztirob chekaman, qadringga yetmagan